Jonim xudo xolisa turmush qursak, nechta bola chamiz bo'ladi? 2 o'g'il, 2 qizimiz bo'ladi inshaalloh. Nega ikkitadan? Juft bo'ladi-da. Unda 4 ta qizimiz bo'ladi. Xo'p, tentagim. Qachon kelarkan o'sha kunlar? Sabr qilamiz. Xo'p, farishtam, birinchi farzandimiz qizmi yoki o'g'ilmi? Xudo berganida. Ha, qiligim. Birinchi farzandimiz o'g'il bo'lsa, 100 ta snikers olib kelasiz. Xo'pmi? Jonim, sneakersga ko'maman-ku sani. Agar qiz bo'lsa, mashuncha ko'p atirgul olib kelasiz. Jonim mana. Xo'p-de. Ilohim egizak bo'lsin-da. Jinicham. Ochafatim mana. Rosa och ko'zmana. Bitta kulga. Ijrochi Shohrux va Arja Xushnoza.